ma pul bilan do'konimning ijarasini to'layman. Ma qolgan melim birini nech qatlab foydaga mangdigan bo'ldi-da. Ma chapanni vaqo ushamga kiyib turib toza. E'lon qilg'ay sataychi. Yarashdi mana alamet. Voy Xudoyim. Ma chapaning bir yeng qisqiq turdi. Voy iset. Kasapatda bir chapanimning foydasini yeydigan bo'ldi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelsi xanim, qani ko'rslar. Mush do'konimda bor-ku, Turkiyaning, Koreyaning kiyimlari to'lib turibdi. Hali qancha ko'rslar sizga yaraydi? Do'konlardagi malning nusxalari hajab chiroyli-ku. Ha. Mang uchunlardagi chapamni bo'lib qolamdi nima? Mushu chapanimni vaqo qarsla. Sizning uchunlarga chiqadigan bo'lsa, ash qilibdan sizga tikkandek yarishib ketadi qani. Voy shundami? Men buni bir qarindishimizga sovg'atlik olay degandim. O'zim kiymayman, ha? Voy, undaq bo'lsa, texmi yaxshi qarsla. Mana. Ha, ma chapanni vaqo. Do'qmushlik do'konda 2000 qo'yib sotadi desizlar. Ha, menmi 1700 qo'ydan sotgan sizdek chiroyli xonimga vaqo. E'tibor bahada 1000 so'm qilib beray. Nimda qimmat chapan bo'pti. Bu chapanni men uchamga bir atib qo'ydim. Sizmi ko'zimga siq ko'rinib qollar. Ha, bo'pti. Siz bir baho aytib baqsa, siz deganlaricha bo'lsin. 150 so'm bersam qanday bo'lar? Bir yeniga beramlar. Siz chapan olmaydiganlar, xanim chapan olmaydiganlar. Gap ustaslar. Ma chapan mang ras yardi. Ha. Agar men degan bag'i bersangiz, olay, bo'lmisi bo'ldi. Istig bag'i, azroq chaplamamlar. 130 so'm berayam bo'ldi. Voy, men istig chaplislar, da'vatman. Texmi tuvan so'raylig'i. Voy, men qarang, ma chapanni meningdan boshqa odam bo'lsa, 100 qo'ydan ortiq pul olmaydi. Agar yen talatsangiz, men yana boshqa yana bir cho'galab qilib kelaychimi? Voy, bo'ldi chiroyli xonim. Ma chapanimning ko'ngli kelib qolmasin. Hech ketlar. Voy, bo'ldi. Sizning deganlari hisob 150 so'm bo'lsin-chimi? Mana. Voy, attiganlik bozorda bir 20 so'mni talashmaga bo'ldi. Elanga. Mal 130 so'm beray bo'ldi. Ha. Ey. Ma'qulamsa. Voy, ma'qul. Ma baho tushirishga toz kellar, xanim, deb kellar. Voy, sizlarni tijoratga bek ustkellar. Men bir tijoratchi. Mening kichikroq bo'lsin bir yog' zavotim bor. Voy, ras. Agar qarang, mush yerlik sop yog'lar lozim bo'lib qolsa, ma telefon nomeriga telefon qil. Ha, ma'qul. Razi bo'ling. Voy, razi. Ma'qul. Ay, ketiralijimi? Xudoyim omonat. Voy, xanim, sizning yog'laringizni izlayin deb nima yurmayman? Ha, mana. Voy, rizq degan mana shu-da. Hukamış qarg'uchashqa uchrabdi degandek, bugun shunday qo'rqa deydilar. Uni shukriyle vergan bo'lsa, do'konimning barkasi bo'ladi-ku. Mana. Hay, mollarim turib qolsin. Hammasi bugun jigisini topsin. Xotin kendi giyinib kelyapti-da. Chapining yeng qisq ekan deb menga. Hop. Qaytirman deb baqsin. Nada unda asayish va-ka? Voy, assalom hada. Voy, men yana kirib qoldim do'koningizga. Qarang. Qanday yaxshimisiz? Voy, qani qarang. Mening do'konimda bor-ku, Turkiyaning, Koreyaning mallari bek ko'p. Xalqning seli. Voy, qarang. Boyama magazinda bu kiymaga vaqt toz diqqat qilmay qoldik. Mal chapanning nima? Qaysi chapanning? Nerdan olganda? Voy, ma chapanni-chi boyama magaziningizda sotib olgan. Voy, qaysi chapanni deysiz? Men bog'i qarang. Men do'konni hozirla ochdim. Tek bir odamga chapan sotib olmadim. Voy, chaqchaq qilmang-a. Hay, kim sizga chaqchaq qildi? Ajab bag'razli qilib ketyapsiz. Men sizga dedim-ku, men hozir do'konni endi ochdim. Bir odamga chapan sotib olmadim. Bundaq kiyimlar bor-ku, bu bozorda o'xshash do'konlarda bor. Boshqa yerga kirib qolgan o'xshaysiz. Shu kirib boyatdiqmi chapanni bo'ldi. Ha, bu chapanni men sotgan bo'lay, ajab chiqib qildingiz. Taloningiz bormi? Talon?